Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bizga katta xush xabar. Tunji qatimliq Sharq Turkiston davlat komandasi do'stlik musobaqasi o'tkaziladi. Bayroqimizni egiz ko'tarib, diasporadagi 9 davlatdan tashkillangan Sharq Turkiston davlatlik futbol komandasidagi azmatlarga madad bering. Amerika, Kanada, Avstraliya, Gollandiya, Germaniya, Belgiya, Fransiya, Shvetsiya va Norvegiyaga tanlangan futbol azmatlari tunji raqibi G'arbiy Papua davlati bilan Gollandiya Den Haag shahrida do'stlik musobaqasi o'ynaydi. Ey Sharq Turkistonlik qarindoshlar, sizlarni bu qatimliq do'stlik musobaqamizga chin dilimizdan taklif qilamiz. Hurra! 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 Sharq Turkiston davlat komandasi. Olg'a, olg'a, olg'a! Sharq Turkiston hayot ekanligimizni bildirish va mustaqillikdan voz kechmaydiganligimizni e'lon qilish uchun qo'limizdan keladiganligi barliq sohalarda elib bormoqchi bo'lgan faoliyatlarimizning biri bu qatimliq Gollandiyada o'tkazilmoqchi bo'lgan Sharq Turkiston davlat komandasi bilan G'arbiy Papua davlat komandasining o'rtasidagi bir qatimliq do'stlik musobaqasidir. Musobaqa Konifa, ya'ni xalqaro mustaqil futbol jamiyatlari birlashmasining nazorati ostida olib beriladi. Bu musobaqaga mustaqil Sharq Turkiston komandasi bo'lish suhbatimiz bilan kirib, mustaqillik ko'rishimizda odillik va odillik bilan ma'nodaligimizning bir signalini beramiz. Hurra! 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 Sharq Turkiston davlat komandasi. Olg'a! 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 Sharq Turkiston. Yassun Sharq Turkiston.